Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 18 apreldan itibaren İspaniyadagi xizmat ziyoratini boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va qurultayning parlamentarlar koordinatsiyoni, qurultay Bryussel ishxonasining direktori Shela qatorliqlarni tarkib topgan qurultay hay'atining Madriddagi faoliyatlari davom qilmoqda. 18 aprel kuni Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Ispaniya parlamentini va Kengash palatasini ziyorat qilib, bir qism parlament a'zolari va senatorlar bilan navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib Ispaniya hukumati va parlamentiga e'tirof qildirish, Ispaniya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhisini qurib chiqish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'ur majburiy amkiga xotim berish masalasida Ispaniyaning o'ynaydigan roli qatorliq masalalar haqida keng doirada muzokara ilib borgan edi. 19 aprel kuni qurultay hay'ati Madrid yana Millatchilar partiyasi PNVning mas'uli Aytur Esteban, Umum Xalq partiyasi PPning mas'uli Miguel Angel Harris Juan, Kataloniya Cumhuriyetçiler partiyasi ERCning mas'uli Marta Rosico Saltor va bir qism parlament a'zolari va senatorlar bilan uchrashish ilib berib, yuqorqi mazmunlar haqida muzokara va suhbatlar ilib bordi. Va ulardan Ispaniya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus qaror loyihasi ma'qullash va uni qabul qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatishni, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tish haqida Ispaniya hukumatiga besim ishlatishni talab qilishdi. Madriddan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim Sharq Turkiston xalqining ro'ziyatini qutlaqlash bilan birga qurultay hay'atining bu qatimqi Ispaniya ziyorati haqida to'xtalib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga İspaniyaning poytaxti Madriddan İspaniya parlamentining oldidan salom. Oldi bilan kelayotgan ro'ziyatinglar muborak bo'lsin. Ramazon oyimizning oxirgi haftasi biz Dunyo qurultayidan bir hayat İspaniyaga kelib, İspaniya parlamenti va hukumatlari va bu yerdagi bir qism ommaviy tashkilotlarning xodimlari bilan ko'rish orqali İspaniyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga kirish, İspaniya parlamentisida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini qabul qilish va İspaniya hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida, majburiy emgak masalasida harakat o'tkazish uchun bir qator faoliyatlarni yapadi. Xabarda bo'lganidek, İspaniya Yevropa Komissiyasining 6 aylık prezidentlik vazifesini ötken ay topshirib olgan. Demek İspaniyaning ovozi bugün Avrupa'da, dünyada Uygur meselesiga nisbatan o'tirib qo'yishda halklık mühim ve biz aldığımızki aylarda, aldığımızki vaqtlarda Latin Amerika'daki devletlerde Uygur qirg'inchiligini kun tartibga kirish uchun bir qator faoliyatlarni qilyapmiz. Bunun için İspanya'da bu meselenin kun tartibga kirishi, İspanya matbuotlarida kun tartibga kirishi mühim bo'lganligi uchun biz bu yerda bu programni o'rnashtirdik. 2-3 gündür bu yan İspanya parlamentinin her qaysi partiyalarının, o'xshamagan parlamentlarning parlament a'zolari bilan uchrashishimiz bo'ldi. İspaniya Avam Palatası olsun ve Kengash Palatasının parlament a'zolari bilan, senatorlar bilan uchrashishimiz bo'ldi ve bu yerdagi bir qism advokatlik şirketleri bilan uchrashish qilish orqali İspaniya şirketlerining mecburi emgak, Uyghur mecburi emgak çetişlik bu cinayetlerini gözden geçiriş, bunun kanun cevapları tartış meselesinde müzakirler yapadık. Şunda 3 günlük Madrid'deki ziyaretimiz muvaffaqiyet. Ahırlaştı, nurgulluğun her kay siyasi partiyalardan yüksek derecedeki bir kollaşını da erişken bulduk. Aldığımız günlerde işençimiz İspanya parlamentida hazırlıkça kabul kılan 11 parlament okşaş Uygur irqiy qirg'inchiligini İspanya parlamentinin ötküzdüğünlüğüne zor bir işençimiz buldu. Bunu aziz vatandaşlarımızdan ortak işine uygun gördük. Rahmet. Merkezi Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris Malayziyaning hozirgi bosh ministri Anvar Ibrahim bilan ko'rishib, Uyg'urlarga yordam qilishni talab qilgan. Haftalardan buyon Indoneziyada turli faoliyatlarni ilib berayotgan Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris apandi 13 apreldan boshlab Malayziyada Uyg'urlar masalasini tonishtirib kelayotgan edi. U 19 aprel kuni Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi Darul Islom markazida o'tkazilgan iftor so'rinda Malayziya bosh ministri Anvar Ibrahim apandi bilan uchrashib, uningdan Uyg'urlar
Uyg'urlarga yordam qilishini talab qilgan. İftar so'rini oxirlashganda Abdulhakim İdris Efendi bosh minister Anvar Ibrohim bilan qayta ko'rishib xo'shlashgan. Xo'shlashishdan ilgari u Anvar Ibrohim Efendiga Uyg'ur do'ppisidan birini, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga va orzu tilaklariga oid bir maktubni hamda o'zining Qizil qiyomat nomli kitobini taqdim qilgan. U Sharq Turkiston xalqining navbatdagi vaziyatining og'irligini ta'kidlab, uningdan yana bir qatim Uyg'urlar uchun yordam so'ragan. Anvar Ibrohim Efendi garchi 2 haftaning oldida ilib borgan Xitoy ziyorati mezgilida Uyg'urlar masalasi to'g'riliq boshqacha ifoda bildirgan bo'lsa-mu, ammo musulmon davlatining bir rahbari bo'lib sifati bilan o'zining yanada Uyg'urlarga hissdoshlik qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yili Xitoydan Uyg'urlarning diniy e'tiqod va harakat erkinligini talab qilgan Anvar Ibrohim Efendi Malayziya bosh ministri bo'lgandan keyin, ya'ni 2023-yili 29-martdan 1-aprelgacha Xitoyda ilib borgan ziyorati mezgilida Uyg'ur masalasini Xitoyning ishki ishi deb atagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram Efendi bu haqda matbuotlar qilgan so'zida Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohimning usti bir siyosatchi ekanligini, uning Xitoy ziyorati mezgilida garchi Uyg'urlar masalasini Xitoyning ishki ishi degan bo'lsa-mu, bu qitim Uyg'ur faoliyatchisi bilan ko'rishganda Uyg'urlarga hissdoshlik qilganligini bildirishning bir xil siyosat bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat Efendim boshchiligidagi hay'atning navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib rasmiy qonunga aylanish qadamini teziltish, hozirgacha ma'qullangan Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning to'liq ijro qilinishini qo'lga keltirish, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va chegara halqan bostirish siyosatlarga qarshi Amerika hukumatining jiddiy qonuniy tadbirlarini yo'l qo'yishni qo'lga keltirish maqsadida bu yil 1-oyning 10-kuni e'tiboran Amerika Davlat Majlisida boshlagan lobby faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Hozir qadar Ömer Qanat boshchiligidagi hay'at har hafta degidek Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, ko'plagan parlament a'zolari va senatorlar bilan uchrashish ilib berib, yuqorqi masalalar haqida maxsus suhbat ilib borgan va Uyg'ur xalqining Amerika Avom va Kengash palatasidan, shundaqla Amerika hukumatidan kutilgan ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'yib kelgan edi. Shu maqsadda yana 17-aprel kuni Ömer Qanat va Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkanlar Amerika Davlat Majlisida yangidan qurilgan Xitoy ishlari komitetining g'olliq a'zolaridan Neil Dunn va Jim Banks afandilar bilan ko'rishib, o'zlarining Amerika Avom va Kengash palatasidan, shundaqla Amerika hukumatidan kutilgan ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'yishdi. New York pochtasi gazetining 18-aprel kuni bergan xabarda aytilishicha, yaqinda Amerikadagi ikki Xitoy jasus qo'lga olingandan keyin Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI, New Yorkning Manhattan rayonidagi maxfiy Xitoy soqchi punktini taqib etgan. Ammo Amerikaning boshqa joylarida Xitoyning mushunda qonunsiz tashkilotlari bor ekan. Ispaniyadagi Xalqaro kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'ichi o'tgan yili e'lon qilgan dokladida Xitoyning dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq maxfiy soqchi punktlari borligini oshkorlagan edi. Mazkur tashkilot yangidan e'lon qilgan doklad ko'rsatilishicha, Xitoyning Manhattandagi atalmish Xitoy restoraniga joylashib olgan bu soqchi punktidan boshqa yana New Yorkda adresi noma'lum bir soqchi punkti, Los Anjelesda bir qorovulxonasi bor ekan. Xitoy yana Amerikaning San Fransisko, Houston shahrida, Nebraska bilan Minnesota shtatlarida atalmish chet elda mulozimat qilish punkti qurgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi 4-oyning 17-kuni New Yorkda ikki Xitoy jasusini tutgandan keyin shu kuni Sharqi New York taftishi Brian Pace bayonot e'lon qilib, bu voqea Xitoy hukumatining New Yorkda maxfiy soqchi punkti qurganligini, davlatimizning egilik huquqiga oshkor tajovuz qilganligini oshkorlab berdi. Bundaq soqchi punktlari New Yorkda emas, Amerikaning har qanday yerida mavjud bo'lmasligi kerak degan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.